Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qo'yliklar, yuragimga yaqin muxlislarim, musofir yurgan barcha qadrdonlar, qarindoshlar. Mana mart oyining 10-kuni bugun 2025-yil 1-mart oyidagi birinchi videomni sizlarga taqdim etmoqchiman. Buning sababi hozir mahallamizning yigitlari ajoyib bir motokultivator yordamida yerlarda ag'darishyapti. Sizlarga iltimos qilib kelganman, sizlar ishlardan sizlarga ko'rsataman, sizlarga tanishtiraman. Salomat bo'lib turinglar. Endi olaveraman mana sekin, mana oldin mana qo'lda lapatkada ag'darilgan yerlarni. Shu buni oti nima endi buni? Motokultivator ana. Shu yordamida birpasda 1 soatga qolmay, bir kunlik ishni qilib ketishyapti. Otalarga rahmat. Endi bunga bolalar bir kun yurinar, shuncha joyda aql qil, baqa qil, lapatkada og'dar. Kimga agar shunaqa motokultivator kerak bo'lsa, Ro'zmatov Tilovoldining o'g'li Bahodirjonmisan? Ana shunga murojaat qilaverasizlar. Shu inson mana xalq xizmatida yurishibdi ekan. Bunisi Shokajon, Boqaboy Shokajonning o'g'li, ha? Shokajonning o'g'li. Sening isming nima? Sherali ana. Otalaringga rahmat. Kam bo'lmanglar, charchamanglar. Hozir ishni boshlasak olamiz mana qanaqa ishlayotganini ham. Nihoyatda sifatli ish qilishyapti. Mana ish boshlandi. Mana. Mayin qilib ajoyib haydalar ekan ana. Xatarlarga qo'ying. Bunisi bog'dan boshladi. Yerlar kesillargacha badalab olyapti. Yana bir marta tanishtiraman. Bular Boqaboylar so'rasida mana. Bunisi Ro'zmat Tilovoldining o'g'li ekan, Bahodir. Bunisi Boqaboyev Shokajonning o'g'li Sherali ekan. Shular mahallamizga qanaqa xizmat qilishyapti. Ishlari sifatli ekan. Kimga zarar bo'lsa va mashalarga murojaat qilsa bemalol baho kelib qoldi. Havoga ishlardi. Allaqancha oson, tez bajarib berishar ekan. Salomat bo'linglar. Musofir yurganlarga ham hammangizga shu o'zimizda Boqaboy Sirkat xo'jalik Odamlar ko'chasida bir bor salom yo'llab qolaman. Hammangizga omad. Agar sizlarga ham xonadoningizga kerak bo'lsa, uylarga telefon qilib sizlarga aytsalaring, bemalol sizlarning uylaringizda ham sizlarga onlayn bildirmay yerlarda ag'darishib, chiroyli qilishib, bahorga tayyorlab qo'yishadi mana. Endi mana kunlar o'tib ketyapti, xudo xolasa. Ekinbatlarga endi qalampir, pomidor, kartoshka, yaxshi narsalar ekamiz. Qolgan joylarimiz endi bog'larimiz, mana olma, anor bog'larimiz, bodomlarimiz gullashga kelib qoldi. Xudo xolasa bu yil olmalar ham allaqancha yaxshi bo'ladi. Mana bodomlarimiz o'zi nima deyman endi, gullashga kelib qoldi mana. Ertadan keyin xudo xolasa gullab ketadi. Mana ajoyib bo'rik mana. Bu ham rosa gullaydi xudo xolasa mana. O'tgan yil qilolmagan, bu yil qilsa kerak endi mana. Ajoyib bo'rik navdan bu ham. Ta'rif bo'ringlar. Olama bodom, yo'llarda mana olmalar, xurmolar, anorlar, behilar, ajoyib bog'larimiz. Tagida mana berib qo'yar. Yerlarimiz ham yana ertadan keyin xudo xolasa ko'ksom taqilib ishga bemalol bo'lib qoldi. Va nihoyat mana ularning ishlari yakuniga yetib qoldi. Mana chiroyli qilib boshda ko'rgan joylaring mana yumshoq qilib, kesligi yo'q mana toza qilishib haydashdi. Otalarga rahmat. Arzon qul ishlariga gap yo'q. Mana oxirgi joylar haydalyapti mana. Xudo xolasa ajoyib yaxshi sifatli haydalyapti. Lekin lagatlarimiz Kalam, Bolgarskiy,
pomidor, olinki bahorgi ekinlarni shundan egamiz chiqadi. Ajoyib ish bo'lyapti. Yana bir bor hammaga salom. Mana shu aytgan gapimizlar bo'lsa shu bolalarni xizmatdan foydalansangiz bo'laveradi. Chuqurliklar toza chuqur bo'lyapti. Ajoyib. Vatanga rahmat. Ajoyib haydashyapti mana. Chiroyli haydalyapti. G'oyatda sifatli ish qilishyapti. Endi yana bir boshqatdan hammalarga salom yo'llab qolaman. Salomat bo'linglar. Ertaga Rossiyadagi qarindoshlar Dilshod, Aziz yo'lga chiqishyapti ekan, sog' salomat yetishib kelsin. Hozir shular bilan gaplashdim. Ularga ham endi mana shunaqa yangilar jo'natib turaman. Telefon nomerlari nechi bu hozir endi? 91lik 283 0685 deb bolalarga ham tayyorladim. Uydagilarga telefon qilishib aytasan dedim. Mana shu odamlar yerda haydayapti. Biz borguncha haydatib olinglar deysan dedim. Har qancha ishni chiroyli qilishib bajarib qo'ydi. Otalarga rahmat. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Endi yana bir boshqatdan hammalarga salom yo'llab qolaman. Salomat bo'linglar.